eng kerakli va eng qiziq ma'lumot bu videoning oxirida bo'ladi. Lekin boshidan ham ma'lumotlar yomon emas. Bugun 24-mart 2026-yil men Saidov Murod o'zimni xatolarim, kamchiligim, ya'ni aniq qilib aytganda qarzlarimni tantanali ravishda ommaga e'lon qilmoqchiman. Xo'p, bu videoni nima unday qilyapti, nima keragi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Aslida men bitta narsani yaxshi tushundim va shunga ishonamanki, inson agar o'z xatosini va kamchiligini bilib turib, aslida inson kamchiliklari va xatolardan qochib yurishga harakat qiladi. Ko'pchilik, hamma emas. Lekin yaxshi tushundimki, qochish mumkin emas ekan. Uni tan olish kerak ekan, iloji bo'lsa aytib urish kerak ekan. Mana shu sekret mana shu joyda ekan. Xo'p, qarzlarga keladigan bo'lsak, mana bu yerda ismlar yozilgan va summa yozilgan, oxirida itok. Xo'p, birinchi kishi X. Endi ismlarni aytish hech kimga uncha qiziq emas, u shaxsan o'zim uchun juda muhim. X $100,000, Sh $44,100 va F $12,000 qarzim bor. Xo'p, oxirida itok $156,100 qarzim bor insonlardan. Va mana bu yerga kamayib borgan sari yozib boramiz. Yil oxirida 31-dekabr 2026-yilda birga xulosa chiqaramiz. Ya'ni yakunni qilamiz. Qani yil bo'yi nima bo'ldi, nima o'zgardi va natija qanday bo'ldi? Men o'ylaymanki, mana shu ko'pchilik uchun ham qiziq bo'ladi. Shaxsan o'zim uchun juda muhim va qiziq bo'lyapti. Xo'p, mana bu doskaga ham bir ikkita ma'lumotlarni yozdim. Mana bu katta qilib yozdim bu yerga $156,100. Xo'p, 4 ta harakatni bajarish kerak ekan, agar kimdagi qarzi bo'lsa. Mana bu formula boshqa kamchilik va xatolarga ham to'g'ri keladi deb o'ylayman. Birinchisi tan olish kerak. Tan olish degani mana bu kallaning ichiga mana shu xatoyim bor, mana shu kamchiligim bor deb tan olish kerak. Va ya'ni buni yana yaxshi qilib aytganda, inson misol uchun oilasi, uyini shart-sharoiti, ishi, qarindoshlari, jo'ralardan uyalmasligi kerak deb o'ylayman. Bu ham mana shunga taalluqli va qarzlarga ham taalluqli deb o'ylayman. Kim uyalib, uni yashirib yuradigan bo'lsa, ishi yurishmaydi deb o'ylayman. Chunki siz qo'l yoki oyog'ingizni yoqmaydi deb kesib tashlay olmaysiz. Ular sizniki. Uydagi shart-sharoit ham, ota-ona ham, ish ham, qarindoshlar ham xuddi shunaqa deb o'ylayman. U o'zimizni bir bo'lagimiz deb o'ylayman. Xo'p, ikkinchi formuladagi ikkinchi punkt bu ommaviy e'lon qilish. Ommaga bemalol uni любой insonga ayta olish. Undan keyin shunchaki tan olish bilan ish bitmaydi. Reja tuzish kerak. Nima qilaman? Xo'p, harakat qilish kerak. Birdaniga tez, rejadan keyin birdaniga harakat o'tish kerak. Va harakatdan keyin analiz, xulosa. Nima bo'ldi, nima plus va minus. Va yana rejaga o'tamiz. Rejani korrektirovka qilgan holda yana shu aylanma shaklda davom ettiramiz. Xo'p, eng zo'r narsa, men bu yerda yozdim. Siz ayniqsa qarzlaringizni va mana shunaqa kamchiligingizni tan olganda, sizning atrofingizda 4 xil inson paydo bo'ladi. Ular bor, lekin ular ro'yobga chiqadi. Birinchisi qochoqlar. Qochadigan insonlar paydo bo'ladi. Ikkinchisi kuluvchilar, kulib turadiganlar paydo bo'ladi. Uchinchisi kuzatib borayotganlar, jim kuzatib borayotganlar paydo bo'ladi. Va to'rtinchisi yordam beruvchilar paydo bo'ladi. Bu 100%. Eng zo'ri, eng qizig'i, mana bu insonlar siz umuman kutmagan insonlar bo'ladi. Mana bu yerdagi insonlar hammasi har xil. Siz yomon ko'rgan inson yoki uncha yoqtirmagan inson mana bu yoqqa o'tishi mumkin. Siz yaxshi ko'rgan inson, siz ishongan inson mana bu yerga o'tishi mumkin. Mana bu formula lekin 100% ishlaydi. Xo'p, yil oxiriga itoq qilamiz va harakatlarni mana shu O'zbekiston, Samarqand sharoitida bo'layotgan bo'lmayotganmi, qiziq menga yil oxiriga xulosa qilamiz. Siz ham kuzatib boring va o'zingizning fikringizni videoda albatta yozib keting. Nima qilsa bo'ladi yoki mumkinmi, mumkin emasmi yoki astagina surish kerakmi? Videolarni kuzatishda davom eting.